Xo'p, o'rtoqlar, Damas mashinamizni olib qo'ygan, pul varianti, xudo xolasa. Shumizalasa chexol, pulik hamma yo'g'ini qilib berdik. Rol nima deyapti aka? Однотонный rollar akalar. Ideal holatda bir zazorlari bilan chakka holatda tayyor bo'ldi akalar. Koreyskiy zavodi nimalarigacha ideal holat tablo nima deyapti akalar? Tabloni qarang. Damazda bor aka. Konditsionerlargacha ustanobga qilgan ekan akamiz, xudo xolasa noldan yig'ilgan ekan bu mashinamiz. Malibu barlarigacha bir zazorlari bilan ustanobga qilib, podyomlarigacha ko'tarib, signallargacha qo'ydirdik. Aka, pul nima deyapti akalar? 9 nechigar puntimiz nima deyapti aka? Nima xizmat bo'lsa bizga yangilik. Radarlargacha qo'yib, chakka qilib berdik. Apishkani dizaynini qarang aka, 0 dan 10 gacha o'z baho berib turadi aka. Aka, sizena nima deyapti aka? Sizenani qarang. Eng qiziqarligi sizenani qarang. Spark sizena qo'yib berdik akalar. Ustanobga qilib, ichi xo'r qilib, pertashga qilib berdik. Padyushkalari bilan. Holatini qarang. Ko'pchilik so'raydi, aka o'tirishda ko'tarilib qolmaydimi deydi. Aka, mana bemalol, o'zingiz uchun komfort, maza qilib yurganga yetmaydi. Eng qiziqarli videoni ko'ring akalar. Orqaga chotki holatda kolonkalarni ustanobga qilib, polka yasab berdik. Chexollar dizaynini qarang aka, chexol dizayni chotki holatda. Linoni ham qarang, linoni ham chotki holatda tayyor bo'ldi. Orqalariga samfellargacha o'rnatib, chotki holatda qilib berdik. Damas mashinamizni ko'ryapsizlar aka, va ideal holatda, chotki holatda tayyor